Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar? Mana bu drabilkani oluvdik, mana makkalar. Juda ajoyib drabilka ekan. Hozir juda charchab ketganimiz uchun videoda ham ovoz yaxshi chiqishi uchun o'chirib qo'ydik. Drabilkaga gap bo'lishi umuman mumkin emas. Mana shu drabilka ekan. Juda chiroyli chiqarar ekan makkani ham, mana sindirmas ekan. Changini ham o'zi bir tarafga aniq qilib juda chiroyli chiqarar ekan. Shu drabilkani sotgan akaga bir minnatdorchilik bildirib qo'yaylik deb video qildik. Rahmat hammalaringga. Shu drabilkani hammaga tavsiya qilamiz mana.